Quva Farg'ona vodiysidagi eng qadimgi shaharlardan biri hisoblanadi. Shaharning vujudga kelishi va nomi haqida turli rivoyatlar mavjud. Farg'ona tarixi asarining muallifi Ibratning yozishicha, Quva shahri dastlab Qubbot yoki Qubbo deb atalib, keyinchalik esa Quva shaklini olgan. O'rta Osiyoning sharqiy qismidagi shaharlar ichida qadimiyligiga ko'ra O'sh, O'zyan, Aqskent, Rishton kabi qadimiy shaharlar ro'yxatida birinchi o'rinda turadi. O'sha davrda shahar tevaragi ikki qator qalin va baland mudofaa devori bilan o'ralgan. Robotda baland Quva Budda ibodatxonasi qad rostlagan. Ibodatxona 8-asr boshlarida arablar tomonidan vayron qilingan. 9-12 asrlarda Quva Farg'onaning yirik, ko'rkam va obod shahriga aylangan. Uning markazida Registon maydoni, Qo'qongizda Jome masjidi, Rabotda esa saroy, qamoqxona va bozorlar joylashgan. Quva hunarmandchilik rivoj topgan shaharlardan biri hisoblanib, temirchilik va shishasozlik ham yuksak darajaga yetgan edi. Quva shahrining o'z tangasi zarb qilingan bo'lib, Boburnomada Quva Andijondan to'r og'och narida joylashgan qishloq deb ta'riflangan. Qazishma ishlari davomida Shahristonning janubiy mudofaa devori ostidan 8 metrdan ziyod chuqurlikdan miloddan avvalgi 2-1 asrlarga oid moddiy madaniyat buyumlari topilgan. Quva shahridan bir qancha mashhur kishilar, xususan Ahmad al-Farg'oniy, Raqniddin Quboviy, Shokirxon Hakimiy va boshqa ko'plab olimlar yetishib chiqqan.